Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Teplisa quldiraman degan aka-ukalar videoni boshidan boshlab ko'raverasizlar. Chiroyli holatda Teplisa 2 sotilik Teplisani bitkizib qo'ydik. Ataplena kat yo'llari bilan juda ham zo'r holatda bittadan laklarni urib video tomosha qilinglar qadrdonlar. Dehqon aka, dehqon ukalar, O'zbekiston xalqi. Assalomu alaykum. Dehqon akalar, dehqon ukalar, O'zbekiston xalqi, hammalaring yaxshimisizlar? Teplisa qurdiraman, issiqxona qurdiraman degan aka-ukalarga pastga nomerlar qo'yapmiz. Ko'rib turganlaringdek ataplenalari bilan juda ham chiroyli holatda bitkizilgan Teplisa konteyner profilidan bo'lgan. Barcha materiallar o'zimizning hisobimizdan butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. O'ta ham issiq ataplenalarni mana karasha qilyapti ukamiz. Juda ham zo'r holatda bo'ldi. Oldin bu joy bor ekan, qo'shimcha qilib, bu yoqni qilib qo'shib yordik. Isitishga juda ham qulay sharoit bo'ldi. Opa juda ham qiziqar ekan Teplisaga. Shu opaga qilib berdik. Tepa qismlarini ustakalarimiz qildi. Ko'rib turganlaringdek. Bitta xudo xolasa kat yo'llar tashqariga o'rnatilgan. Kat yo'lning o'zi $1,500. Opa shu holatiga opa dehqon opa. Shu bitishiga necha pul ketdi ofshi? Ofshi bitishiga rostini aytam hisoblagani qo'rqyapman. Ayting. Ha, hisoblasam keyin men hozir gapirib olsam odamlar keyin parnik qurdirmay qo'yishadi bir so'tlik. Yo'q, ayting mana ataplena-yu, xullas mana shu bitishi. Ataplena-yu, mana unisi bilan v общем ayting. Ko'mir bilan 60 million. 60 millionga. Ko'miri bilan stabilizatori diyu. Xullas ishlashi, ataplenalari ishlash. Hammasi ishlashi 60 million. 2 sotik joy mana. Ataplenalari bilan 60 millionga bitdi. Endi qimmatu deganlarga ataplenani kat yo'lini juda ham zo'rini olgan. Juda ham kattasini olgan. Ko'rsataman, ataplenalar juda ham zo'r bo'lib ishlayapti. Arishga ko'mirlarni olib keldim mana upakovkada ekan, ish qanaqa ekan bilmadim. Shu holatda mana ataplena ishlayapti. Mana 220 qilib beradigan yo'llarni ham olib kelib o'rnatishgan. Chiroyli holatda. Ichkari issiq. Hozir ochsak bo'ladimi-ki? Juvlab yonyapti mana. Ichkari o'tni ko'ryapsizlarmi? O'tni. Shu ko'mir yonyapti. Endi bu kat yo'l, katta kat yo'l. Mashq holatda mana uyingiz bu joyda, siz qilgizmoqchi bo'lsangiz, uyingiz bu joyda, mana Teplisangiz bu joyda. Uyni ham billa montaj qilib kelsanglar bo'laveradi. Hali rasxod uyingizga yoqadigan rasxodingizni ofshi Teplisalar bilan isitsangiz bo'ladi. Shunaqa montaj qilsangiz bo'ladi. Mabodo siz qilgizmoqchi bo'lsangiz, ko'rib turgan aka-ukalar, dehqon akalar, xudo xolasa pastga nomerlar qo'yapmiz. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa Teplisalarni juda ham chiroyli holatda qilib o'rnatib beramiz. Kraskalari bilan chiroyli holatda qilishib qo'yapti. Bitta yana o'sha kultivatorni olib kelaman.
bitta haydaydi, shu bilan ajratga olamiz. Bayağı yetilib ketarkan bugun etdi uni. Yetilib ketadi. Hozir uni issig'ida. Issiq mana. Katyorlar ishlayapti. Opa endi badrin pomidorlar pishganda chaqiradi, kelamiz, yeb ketamiz de. Xudo xolasa. Mishig'imga maza bo'ldi deyapti bu yerda. Mishig'i o'ynab issiqda maza qilayotgan. Yana futbolka bilan. Isib ketasiz, hozir aytayaptidan bitta urib qo'ygan. Urib qadi ama anaqa. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, pastga nomerlar qo'yapmiz, bemalol telefon qilaverasizlar.